Salom aziz kuzatuvchilarim, bugun fermerniy pahlavamni tayyorlamoqchiman. Pahlavaga unlarimizni sovib, 250 grammdan 2 ta margarinni sovamiz va kroshka holatiga keltirib olamiz. Tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Sarig'ini xamirimizga qo'shib olamiz va oqini olib qo'yamiz. 6 ta tuxumdan bitta sarig'ini olib qo'yamiz ustiga surkagan. Smetanaga razrexитель solaman va uni ko'pirib chiqishini kutib, ko'pirgandan keyin xamirimga solib, xamirimni yaxshilab qorib olaman. Xamirimiz tayyor. Xamirimni ozgina tindirganimdan keyin 3 ta zuvalaga bo'lib olaman va bittasini yasab duxovkaga sovolaman. Bizda 3 ta qatlam bo'ladi. O'rtadagi qatlamini duxovkada pishirib olishim kerak. Xamirim pishib chiqquncha men tuxumni oqini yaxshilab ko'pirtirib olaman shakar bilan va ko'pirib chiqqan tuxumimizga o'zim tayyorlab qo'ygan yong'oq va mayizlarimni sovolaman. Yaxshilab aralashtirib tayyorlab qo'yaman va keyingi xamirimga o'taman. Xamirimni yaxshilab yayib olib, listga qo'yib olaman. Oldindan tayyorlab qo'ygan tuxumli bezayimizni ustiga solib olaman. Bezayimni surkab olib, ustiga pishib chiqqan korjimni qo'yaman va qolgan bezayimni yana surkab olaman. Ustidan yana xamirimni chiroyli qilib yasab, yoyib olib, yaxshilab listimni ustiga oxirgi qatlamiga qo'yib olaman va uni ustidan tuxumni sarig'ini surkab chiqaman va bir chiroyli qilib hammasini to'rtburchak shaklida kesib chiqib, ustiga yong'oqlarimni terib olaman. 220 gradusda 40 minutda pahlavamiz tayyor bo'lib pishib chiqdi. Issiqligida men shakarli siropimni quyib olaman. Xohlasalaring asaldan, xohlasalaring shakardan aralashtirib sirop qilishlaring mumkin. Mana pahlavamiz chiroyli bo'lib chiqdi. Hammaga yoqimli ishtaha.